Men bo'lsam bu xonadonni aniq sotib olmas edim. Nega deysizlarmi? Yaqinlaringiz yoki siz dushmanlaringiz aniq kuyib o'lishadi. Ko'rib turganingizda Yevropa stilida ta'mirlangan mayda detaligacha bemalol e'tibor berganlar. O'zining kladovkalari ham mavjud ko'rib turganingizda. Kiyim-kechagu boshqa narsalarni bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Hozirda ko'rgan qismingiz xonadonning birinchi kattagina zal xonasi hamda asosiy eshikdan kirib chiqish qismimiz bo'lyapti. Keyingina prixojkamizda 3-xona sifatida foydalanib qo'yganlar ko'rib turganingizda 3 ta televizor hamda xonadonning oshxona qismi Yevropa stilida ta'mirlab qo'yganlar. Ko'rib turgan barcha mebel texnikasi bilan birgalikda sotilmoqda. Lokatsiyamiz ham juda ajoyib. Fayzobod masjid birinchi liniyaga qurilgan domimiz 7 qavatli liftli kirpichli domning 5-qavatda joylashgan hamda xonadonning 2-xonasi spalni. Barcha mebel texnikasi bilan birgalikda sotilmoqda ko'rib turganingizda. Xo'p, egalarining aytishlari bo'yicha 77.800 so'rab turibdilar. Yana kelishadigan joy bor. Kimga qiziqar bo'lsangiz quyidagi raqamlarga bemalol chiqishingiz mumkin.